Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövanda diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. 6 mart kuni Jenevadagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotida o'tkazilayotgan 58-navbatlik kishilik huquq kengashida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi o'ttirib qo'yildi. Ya'ni BDTning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida baldiroq amaliy harakat qo'llanishi, iz qo'g'lab tekshirishi va bu qirg'inchilikning oldini olishi talab qilindi. Bu yig'inda Xalqaro kishilik huquq mulozimat organi Xitoy ishlari komitetining xodimi Rafael Viana David so'z qilib, BDT kishilik huquq kengashini Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida amaliy harakatga o'tishga chaqirgan. U mundaq degan: "Men shuni ogohlantiramanki, baldir harakatga o'tganda vahshiylik jinoyatlarining oldini olg'ili bo'ladi. Bu kechikganda, ya'ni bu jinoyatni sodir qilguvchilarning jazosiz qilishi, ularning rayondagi bu jinoyatni davom qilishiga jasorat beradi deb qarayman." 2022-yili irqiy kamsitishni tugatish komiteti Uyg'urlarning vaziyati to'g'risida obid xarakterlik dastlabki ogohlantirish va jiddiy harakatga o'tish qarorini chiqargan va bu dokladni BDT kishilik huquq kengashi qirg'inchiligining oldini olish komitetining diqqatiga sungan edi. Dokladda Xitoyning Uyg'urlarni asos qilgan rayondagi xalqlarga qirg'inchilik ilib berib, insoniyat qarshi jinoyat sodir qilgan bo'lish mumkinligi o'tirib qo'yildi. Texi bu hafta Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashi oliy komissarligi tarafidan aniqlangan Xitoyning kishilik huquq dafsanchiligiga oid eng yangi isbotlar BDT organlari tarafidan davomli xotirlanmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining muavin raisi Erkin Zonun Dunyo Uyg'ur qurultiyining bu kengash munosabati bilan oldimizdagi kunlarda Jenevada bir yurish faoliyatlarini ilib borganligini va Rafael Davidning bu yig'inda o'tirib qo'yganlari haqida o'zining ko'z qarashlarini bildirdi. BDT'ninki kishilik huquq kengashininki 58-cho'ng yig'ini boshlandi. Biz bu shu yig'inninki eng muhim yig'inlarda qatnashimiz, tash faoliyatlarni ilib beramiz. Bu yig'inda Yer shar qo'g'dash mas'uliyat markazining ijroiya direktori Savita Pavnday xonim Uyg'ur masalasini o'tirib qo'yib o'tgan. U mundaq degan: "Bugungi tema baldir ogohlantirish bilan harakatga o'tish o'ttirsidagi bo'shliqni yo'q qilib, qo'g'dash mas'uliyatini ado qilish haqida bo'lmoqda. Irqiy qirg'inchilik jinoyati masalasida bizning qarshimiz shuki, cho'ng qirg'inchilikni tadqiq qilish uchun qo'llanilgan ramkalardan halqib, 21-asrdagi Gazodikilar, Rohingaliklar, Yazidilar va Uyg'urlar qartilgan irqiy qirg'inchilikning qanday tashkillik sodir qilinganligini texim yaxshi tushunishdir. Bu xil ahvollarning ko'pinchisida jinoyatchilar hamisha keng ko'lamli odam o'ldirish va etnik tozalash siyosatidan yo'l qo'ygan. Irqiy qirg'inchiliklar ma'lum bir etnik guruhining kimligini va madaniyatini yo'qotish orqali ilib berilgan. Rayon halqigan ba'zi davlatlar G'arbning bu qirg'inchiliklarga qarshi pozitsiyasiga bir taraflama qarab, Rohingya, Darfur va Uyg'ur qatorliq arab bo'lmagan etnik guruhlar uchrayotgan bu zulmga sukut qilyotidi. Xalqaro qonun taraf tutib ishiltish, qo'shilcham qo'llanish orqali bu qonunning obrazini ziyonga uchratadi. Yer shar qo'g'dash mas'uliyat markazining dunyoni irqiy qirg'inchilik, etnik tozalash, urush jinoyati va insoniyat qarshi ishlangan jinoyatlardan qo'g'dash qarori bir quruq so'z emas. U mas'uliyatni ado qilish uchun harakatga o'tishning prinsipidir. Bugun bu yerda biz so'z emas, balki harakatga o'tishimiz kerak. İnsanlarni vahshiylikdan qo'g'dash oson yo'lni emas, balki jasorat talab qiladi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Zumratay Erkin Savita Panday xonimning bu so'z haqida to'xtalib, o'zining bu vaqtdagi qarashlarini o'tirib qo'ygan. Bu qitimliq 58-navbatlik kishilik huquq kengashi nihoyatda jiddiy boshlandi. Bo'libmi bu Uyg'urlarga aloqador bir qancha so'zlar, nutqlar bo'lgan bo'ldi. Birinchisidan shu BDTning oliy komissarisi Volker Türk apandim Uyg'urlarning Tayland qaytarilganligini e'tirof qildi va bu yerda butun shu kishilik huquq kengashiga Taylandni aybladi va Uyg'ur irqiy qirg'inchilikning davomlashayotganligini so'zlab o'tdi. Undan bir qancha yana xalqaro tashkilotlarmi Uyg'ur irqiy qirg'inchilikning davomlashayotganligini va ba'zi hukumatlarning, ba'zi organlarning mushu nuqtada hech qanday bir Xitoyni aybligini yo'q. Necha yilning ichida BDTning o'xshamagan mexanizmlardan, o'xshamagan organlardan shuncha isbotlar, dokladlar chiqqan bo'lsa-mu, yana bir qancha davlatlarning sababidan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilmaganligi bo'libmi, mushtaq ig'ir irqiy qirg'inchiliklarni muzokara qiladigan organdimi Xitoyni javobgarlikda atamganligini
ayıpladı. Bunun içinde xalqara şu qoğdaş məsuliyyətini ada qilish degan bir tashkilot eng qattiq va eng muhim bir nuqtani degan bo'ldi. Bunun içinde albatta şu dunyoning har qanday yerlarida krizislar chiqayotgan, urushlar chiqayotgan shaklda jarayonda yanılam unutulib qolgan xalqlarning borlig'ini e'tirof qildi. Bu yerda misolga elib Rohingya, Yazidi va Uyg'urlarning unutulib qolganligi, musulmon davlatlarning mushu nuqtalarga kelgan chog'da mushu jim turib olganligini aybladi. Bo'libmi mushu Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni necha qitim qaytadan takrorlab deb nurg'unlagan BDTdan chiqqan dokladlar bor. Mushu sifatga qaramay yana BDTdek organ jim turib olganligini ig'ir shaklda aybladi va bu yaxshi bir mesaj bo'ldi. Bu qatimqi yig'inda Xitoy vakillari atalmış ishga ayrilolmaslik sepsetsini bozorga salgan. Xalqaro kishilik huquq mulozimat organidan Rafael David yana oldin hafta Taylanddan Xitoyga o'tkazib berilgan 40 Uyg'urning masalasini o'ttirib qo'yib, buning xalqaro qonunga ochiq oshkor xilof ekanligini ta'kidlagan. U mundaq degan: Uyg'urlarga munosabatli doklad BDT shartnoma organining birlashma ishxonasiga yo'llandi. Bu irqiy kamsitishni tugutish komitetining hozirgacha BDT birlashma ishxonasiga yo'llagan tunji dokladi. Shundaqla mohiyatlik bir ulgi. Oshkora ham baldur ogohlantirish, shundaqla iz qo'g'lab tekshirishning bo'lmasligi BDTning vahshiyliklarning oldini olish qurilmasiga ziyon yetkazdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Taylandning 40 Uyg'urni Xitoy qaytarib berganligini ayblab, Taylandning BDT tan jazosi qarshi turish ahdnomasiga xiloflik qilganligi, Amerika va boshqa davlatlar Uyg'urlarga siyosiy panohlik berishda Xitoyning ruxsatini olishga ehtiyojli emasligini bildirgan. Birlashma agentligining xabar qilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministrligi Tayland muavin tashqi ishlar ministrining hech kim Uyg'urlarni qabul qilish uchun jiddiy iltimosda bo'lmadi degan so'zga inkos bildirgan. Tayland doiralari oldida 27 fevral kuni Xitoy qaytarib bergan 40 Uyg'urning o'z ixtiyorligi bilan qaytganligi, chunki ularni qabul qiladigan hech qanday davlat chiqmaganligini ilgari surgan bo'lsa, orqadan Amerikaning kam deganda bir qatim, shundaqla boshqa bir qancha davlat bilan birlikda bir necha qatim Tayland hukumatiga Uyg'urlarni o'rinlashtirish to'g'riliq taklif sunganligi, ammo Bangkok hukumatining javob bermaganligini oshkorlagan. Tayland hukumati doiralari ba'zi davlatlarning Uyg'urlarni qabul qilish taklif berganligini e'tirof qilgan bo'lsa-mu, ammo ularning jiddiy iltimosda bo'lmaganligi, o'zlarining Beijingning o'ch elishidan saqlanish uchun Uyg'urlarning Xitoyga qaytarilganligini bildirgan. Tayland muavin tashqi ishlar ministri Ras Chalichandra yana buning Tayland manfaatiga xizmat qiladigan eng to'g'ri tanlash ekanligini ilgari surib, agar 3-chi davlat ularni qabul qilishda haqiqatan jiddiy bo'lsa, ular Xitoy bilan so'zlashib, Taylandning bu Uyg'urni 3-chi davlatga avatishiga rozilik olish kerak edi degan. Lekin Birlashma agentligining bildirishicha, Amerika Tashqi ishlar ministrligi Amerika va boshqa davlatlarning Uyg'urlarga panoh berishda Xitoyning ruxsatini olishga ehtiyojli emasligini aytgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi mundaq bildirgan: shaxslarning qaytarilsa jazolanish yoki tan jazosiga uchrash xavfi bo'lgan joylarga qaytarilmasligiga kafolatlik qilish majburiyatini jazolag'uchi davlat bilan muzokara qilishga bo'lmaydi. Taylandning 27 fevral 40 Uyg'urni Xitoyga qaytarishi Amerika, Kanada, Yevropa ittifoqi, Angliya qatorliq g'arb hukumatlari, shuningdek kishilik huquq tashkilotlari va BDT kishilik huquq oliy komissari, musofirlar ishlari oliy komissarligi qatorliqlarning tanqidiga uchirgan. Atalmış Uyghur Abnum rayonluq partikomining sekretari Ma Xingrui Beijingda o'tkazilayotgan Xitoy mamlakat xalq qurultayining atalmış Xinjiang vakillar o'miki guruhi muzokara yig'inida so'z qilib, G'arbning atalmış Xinjiang yurgizgan embargosi rayonning taraqqiyotidagi eng chong xirisga aylanganligini bildirgan. Bu Ma Xingruining tunji qatim Amerika qatorliq g'arb ellarining vatanimiz Sharq Turkistondagi bostirishlari va kishilik huquq dafsanchiligiga qarshi yurgizgan jazosi rayonning taraqqiyotidagi eng chong xirisga aylanganligini Xitoyning mamlakatlik yig'inida ochiq oshkora tilga ilishidir. Ma Xingrui bu so'zlarni Xitoy taratqullari atalmış Xinjiangning tashqi savdosi hassalab ko'payib, mablag' va sayohatchilik gulinayotganligi, iqtisodning jo'shirib rivojlanayotganligini qattiq davron qilayotgan bir paytda o'ttirib qo'ygan. Amerika, Kanada, Yevropa ittifoqi va Angliya 2021-yili 3-oyda atalmış Xinjiang ishlab chiqarish qurilishi tuani bilan 4 nafar Xitoy amaldoriga Uyg'urlarni bostirishda o'ynagan rol sababli embargo qo'ygan. Arqadalla Amerika Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonunini ma'qullab, vatanimizda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Amerika bozoriga kirishini cheklagan. Buning bilan nurg'un xalqaro shirkatlar mustamlika ostidagi vatanimiz bilan bo'lgan savdo aloqasini kesgan. Germaniyaning Volkswagen shirkati yaqindala Urumchidagi zavodini taqaganligini e'lon qilgan edi.
Машинурey Xitoy mamlakatlik 14-ci növbətlik xalq qurultayı 3-cü qatımlıq yığını qatnaşıyotqan atalmış Şinjan vəkillər öməkinin qrupu müzakirə yığınında bəzi ғərb dövlətlərinin atalmış Şinjan Uyğur Avtonom rayonu sodasıga qaratqan məcbur əmgək degəndək asaslıq ayıpləşlərinin rayonның tərəqqiyat üçün ən çoğ xiris boluyotqanlığını bildirgan. Yığında Машинурey Xitoy hökumətinin Uyğur kişilik hüquq vəziyyətini tənqid qılğıçılarını atalmış Şinjan böhtən çaplaş bilan ayıplab kelgənidək, bəzi ғərb dövlətlərinin kişilik hüquqni qoğdaş namida atalmış Şinjan haqqında yalğan sözləwatqanlığı və onunğa böhtən çaplayotqanlığını təkidləgan. Onun qayd qilishicha, Amerikaning atalmış Şinjan qaratgan embargosi 144 dan ortiq shirkatga ta'sir ko'rsatgan. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.